Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Bas qachonki uylarga kirsangiz bir-birlaringizga Alloh huzuridan bo'lgan muborak pokiza salomni ayting, ya'ni assalomu alaykum deng. Sizlar aql yuritishingiz uchun Alloh o'z oyatlarini sizlarga mana shunday bayon qilur deydi. Demak, bir musulmon kishi bir uyga kirdi. Qanaqa uy bo'lishidan qat'iy nazar Allohning bayti ham, ya'ni masjidlar ham uy. Faqat shu masjidda kimdir Qur'on tilovat qilmay turgan bo'lsa, Allohning zikrida mashg'ul bo'lmagan bo'lsa, namoz o'qimaydigan bo'lsa, shundoq bir musulmon turgan bo'lsa, masjidda ham bir-birlariga salom berishlari mumkin. Assalomu alaykum va alaykum assalom deyiladi. Ammo masjidda odamlar ibodat qilib, namoz o'qib turgan bo'lsa, yoki Allohning zikrini qilib turgan bo'lsa, yoki tilovati Qur'on bilan mashg'ul bo'lib turgan bo'lsa, salom berilmaydi. Ammo shundoq o'zi xoli turgan bo'lsa, albatta masjidda ham salom beriladi. Bu uylar deganda hammasi kirib ketadi. Yana o'zingizni bir xonadoningizga kirgan paytingizda unga ham agar chandiki hech kim bo'lmasa ham salom berasiz. Agar xonadonda bir kishi yashaydigan xonadon bo'lsa, assalomu alaykum deb salom berasiz. Agar hech kim yashamaydigan xonadon bo'lsa, assalomu alayna va ala ibadillahi solihin deb salom berasiz. Ya'ni bizlarga va Allohning solih bandalariga salom bo'lsin deb salom berasiz. Chunki u joyda hech kim yashamasa-da farishtalar bo'ladi. Shuning uchun o'zingizga o'zingiz salom berasiz. Assalomu alayna degani bizlarga salom bo'lsin. Va ala ibadillahi solihin, Allohning solih bandalariga salom bo'lsin deyish bu farishtalarga tegishli bo'ladi. Agar o'zingizni uyingiz bo'lib yashalmagan, ya'ni endi sotib ega bo'ldingiz, sotib oldingiz, sizniki bo'ldi, hali yashamagansiz, bu xonadonga birinchi qadam bosganingizda masha Allahu la quvvata illa billah deysiz. Alloh xohlagani bo'ladi. Quvvat faqat kuch, qudrat Allohnikidir deysiz. Agar bir xonadonga kirsangiz, u xonadonda nomusulmonlar, ya'ni ahli kufr yashaydigan bo'lsa, assalomu ala man ittaba'al huda deb salom berasiz. Ya'ni hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin deysiz. Chunki u atrofda ham farishtalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun hidoyat ahliga deb salom berasiz, qaydlab salom berasiz. Agar musulmonlar va g'ayri musulmonlar yashaydigan bir maskan bo'lsa, assalomu alayna va ala ibadillahi solihin deysiz. Ya'ni bizlarga va Allohning solih bandalariga salom bo'lsin deb salom berasiz. Mana shu ko'rsatmalar Qur'on va hadisga muvofiq ko'rsatmalar bo'ladi. Demak, hamma joyning o'ziga xos salomi bo'ladi. Ana shuni biz albatta bilib, o'rganib qo'yishimiz kerak.